Hozirgi kunda beginner studentlarimiz ingliz tilini o'rganishni boshlagan yoki endi boshlamoqchi bo'lgan. Ularning muammosi nimada? Nega mana shu boshlang'ich darajadan dalsha o'tib ketisha olmaydi? Beginnerga, elementaryga, pre-intermediate'ga. Ularning asosiy muammosi yoshda ularda reja yo'qligi. Sizlar обязательно yodlashni boshlashingizdan oldin yoki uyda o'zingiz o'rganayotgan bo'lsangiz, birinchi darsga o'tirishingizdan oldin siz konkretniy plan tuzib olishingiz kerak. Birinchi oyingizga degani nima degani? 30 kunga tayyor plan bo'lishi kerak. Har kuni nima qilishingiz kerak. Har bittasini konkretni yozib chiqishingiz kerak. Keyinchalik men o'zim ham tashlab beraman sizlarga shunaqa plan. Hozircha faqatgina mana shu planni sizga tuzib berdim. Shu bo'yicha ishlab ko'rishga harakat qilasizlar. Nima qilishinglar kerak? 30 kunning ichiga har bitta varoq olasizlar, ator varoq olasizlar deb mana birinchi kun deb yozasizlar. Birinchi kunning ichida o'rganishinglar kerak bo'lgan narsa. Endi nimaga fokus berishimiz kerak? Ba'zan maqsadimiz baribir ingliz tilini o'rganish, gapirishni o'rganish, boshqa qilish, to'g'rimi? Yoki IELTSga tayyorlanish. Baribir IELTSga tayyorlanish bo'ladimi yoki speaking o'rganish bo'ladimi? Baribir nima qilishinglar kerak? Til nimadan iborat? Til odam bilishi, bilmasligi qattan aniqlanadi. Qanchalik u eshitgan narsasini tushuna olishi, qanchalik istagan narsasini aytib bera olishi, u narsani yozib bera olishi va shu narsani o'qigan narsasini tushunib yetkazib bera olishi. U degani nima degani? Sizlar получается 30 kun ichida har bittasiga konkretniy plan olishingiz kerak. Grammatikada nechta grammatik qoida yodlashingiz kerak 30 kun ichida. 30 ta bo'ladimi, 15 ta bo'ladimi farqi yo'q. Xohlasanglar bo'lib, xohlasanglar birlashtirib, xohlasanglar 60 ta grammatik qoida yodlasanglar bo'ladi 30 kun ichida. Nechta so'z yodlashingiz kerak? Maqsad konkretni qo'yiladi. Misol uchun 100 ta yoki 120 ta so'z yodlashim shart deb yozib qo'yishingiz kerak. O'sha so'zlarning spiskasi sizda tayyor turishi kerak. 30 kunga bo'lib olasiz, har kuni o'sha so'zlarni yodlaysiz. Audio file nima degani? Listening. Listening bizga kerak, chunki eshitmasdan tilni o'rganib bo'lmaydi. Mana butun Toshkent o'zbek maktabida o'qisa ham, rus tilini hech qachon o'rganmagan bo'lsa ham, o'quv markaziga bormagan rus tilini o'rganishga boshqa qilishga, lekin 90% hamma rus tilini tushunadi. 90% tushunsa, yarmi to'chna gaplasha oladi. Lekin ularda bitta ham rus tili o'qituvchisi bo'lmagan. Nega unaqa? Chunki ular har kuni rus tilini eshitadi, har kuni rus tilini qanaqa qilib bo'lsa ham ishlatadi, praktis bo'ladi-da. Shu tufayli ham ingliz tilida endi hamma ham ingliz tilida, ko'chada ingliz tilida gapiradigan odam topa olmasligi uchun nima qilishingiz kerak? Har kuni nimadir eshitishingiz kerak-da. Siz ham o'sha fayl tayyor bo'lishi kerak. Beginner uchun listening deb yozsangiz, YouTube'da juda ko'p ma'lumot chiqadi. Men даже Instagramda aytganman, qaysi saytlarni ishlatish, qaysi YouTube kanali borish, bemalol o'sha yerdan olsanglar bo'ladi. Kommentariyada yozsanglar, yana ham beramiz. Videolarga keladigan bo'lsak, xuddi shunaqa. Video ham ko'rish kerak. Listening file отдельно bo'lishi mumkin yoki o'sha YouTube'da kombinировать qilsangiz bo'ladi. Ham video, ham audio fayl bitta bo'ladi yoki отдельный fayllar tanlab olsangiz bo'ladi. Video qilamiz. Gap tuzish bu writing, yozishimiz kerak. Yozish qobiliyatimizni ishlatishimiz kerak. Nimaga? Chunki grammatika yodlandi, so'zlar yodlandi, audio fayl rosa eshitdingiz, o'rgandingiz eshitishni, keyin videolarni ham ko'rdingiz, yerdan ma'lumot o'rgandingiz. Endi shu hamma narsasi qabul qilindimi, qabul qilinmadimi, qanchalik shu narsa o'rganildi, o'rganilmadi, u narsani baribir yoza olishingiz kerak. Tipa, mana shu yerda hamma qilingan narsalar baribir yozib ko'chuntirib bera olishingiz kerak. Nimaga srazu gapirib demayapman? Chunki srazu gapirish birinchi kundan juda qiyin. Atak har bitta yozgan narsangizni o'qib chiqsangiz ham bu degani уже boshlang'ich etapdasiz, gapirish boshlang'ich etapidasiz. O'sha gap tuzish, tuzgan gaplaringizni o'qib chiqa olishingiz bu обязательно muhim narsa hisoblanadi. Обязательно qilishingiz kerak. Endi qaranglar. Misol uchun masalan, prosta men bitta birinchi kunni misolini qilib berganman. Birinchi kun 0 dan boshlab olsangiz tasavvur qiling. Mana birinchi kunga plan yozishingiz kerak-da. Birinchi kunning plani nima bo'ladi? Например, birinchi kun misol uchun pronouns o'rganasiz, olmoshlar I, he, she, it, you, we, they, bilasizlar yoki my friend, his house, their parents, shunga o'xshagan narsalar. Pronounlarning, например, hisobi tushuntirilganligi, например, to be fe'lini o'rgandingiz deylik. Например, am is are to be fe'li hozirgi zamonda, o'tgan zamon, kelajak zamonda emas. Chunki o'tgan zamonda was were bo'ladi, kelajak zamonda will be bo'ladi. Prosta am is are o'rganishingiz kerak birinchi kunda. Keyin dalshi bu grammatika bo'yicha qilishingiz kerak bo'lgan narsalar. Keyingisi so'z bo'yicha-da. So'z. Endi to be o'rganmoqmizmi? To be faqat otlar bilan, sifatlar bilan gap tuzishga beradi, fe'llar bilan tuza olmaysiz. Men maktabga boraman, men har kuni men vaqtda uxlayman, men vaqtda ovqatlanaman deya olmaysiz. Chunki to be fe'l bilan ishlatilmaydi. Получается, o'shaning uchun nima qilamiz? 10 ta noun olamiz, 10 ta adjective olamiz. 10 ta ot, 10 ta sifat, 20 ta so'z yodlab olasiz birinchi kunning o'zida. Mana shunday yetadi. 10 ta 20 ta so'zingiz yetadi. Writingga keladigan bo'lsak, endi mana shu narsani o'rgandingiz, so'zlarni yodladingiz. Mana shu so'zlar bilan endi nimadir gap tuzishimiz kerakmi? Bo'ldi, olamizda, например, 20 ta 30 ta gap tuzishimiz kerak bo'ladi. Mana shu so'zlarni qaytarib, bir-biri bilan ishlatib, har xil ma'no, har bitta so'zini o'zgartirib, 20 ta 30 ta gap tuzishingiz kerak mana shu bir kunning o'zida, mana shu birinchi kunning ichida. Keyin audio file yoki video file farqi yo'q. Agar YouTube ishlatadigan bo'lsangiz, video ham audio ham bitta bo'lib ketaveradi. Ikkita video обязательно ko'rishingiz
kerak. Qanchalik buni tushunyapsiz? 10% natiga tushundingizmi? Yarmini tushundingiz, yarmini tushunmadingizmi yoki 100% hammasini tushundingizmi? Farqi yo'q. Eshiting, eshitishni boshlang. Chunki sluh listening ham bitta ability-da, bu ham bitta qobiliyat. Bu qobiliyatingizni rivojlantirishingiz kerak. Eshitish qobiliyati rivojlanmayaptimi? Bo'ldi, boshqa qilgan narsangiz foydasi yo'q. Qancha so'z yodlaysiz, qancha grammatika foydasi yo'q. O'shaning uchun обязательно buni ham qilishingiz kerak bo'ladi. Bemalol o'sha YouTubedan topsanglar bo'ladi. Beginner deb yozasiz, first day of English yozasiz, boshqa yozasiz yoki men bergan maslahatimdek saytlarga kirasizda, o'sha yerdan beginner kategoriyasiga, playlistiga kirsangiz, o'sha yerda bemalol hamma narsa tushuntirib bo'lgan. Bo'ldi, bu birinchi kunning plani. Mana shunaqa plandan bitta qog'ozdagi bo'ladigan plan. Mana shu narsa bitta qog'ozda bo'lishi kerak. A4 varaqda полностью bo'ladi. Mana shu yerdan 30 ta tayyor bo'lishi kerak. Hali boshlamadingiz birinchi kunni qilishni ham, lekin 30 ta mana shu narsani yozib chiqqansiz yoki, например, kompyuterda tayyorlab qo'ygansiz. Xo'sh qilgansiz. 30 ta bormi, например, bo'ldi, o'sha narsani 30 tani yig'ib qo'yasiz. Bir hafta vaqtingiz ketsin. 20 kun vaqtingiz ketsa, mana shu 30 ta qog'ozni tayyorlaguncha, tushunsangiz, tushunmasangiz, lekin tayyorlab qo'yishingiz kerak. Bo'lib, qaysi YouTube video ko'rasiz, qaysi listening eshitasiz, qaysi grammatika o'rganasiz mana shu kun. Prosta nomlarini yozib qo'yasizda, keyin o'sha kuni kelganda, masalan, 7-kun keldi, 7-kun mana bu grammatika, mana bu so'zlarni yodlashim kerak, mana buni qilishim kerak, mana buncha gap turishim kerak deb o'shani o'tirib yozasiz. Получается, mana shunda sizda birinchi kun qilasiz, ikkinchi kun qilasiz, uchinchi kun mana shunaqasiga xudo xolasa 30-kungacha yetib olasiz. 30 kunga yetganingizda agar mana shu narsani qilib prosta o'zingizni proverka qilish uchun ham rostdan aqlingiz yetadimi, qobiliyatingiz yetadimi shu narsaga va shu narsani qilib ko'rishingiz kerak. 30 kun qiling, ishonavering, keyingi 2 oy, 3 oy o'qiysiz-ku, уже ingliz tilini asosiy darajasini, bazaviy angliyskini o'rganib olasiz. Rahmat deysiz hali. Mana shu narsani qilgan. Lekin bitta narsani unutmaymiz, qaytarishimiz обязательно kerak. Qaytarishni unutmasligingiz kerak. Qaytarish nima degani? U progress control deyiladi. Progress control ne qilinmaydi? Mana o'quv markazida 20 ta 30 ta o'quvchi-ku, har bitta gruppada. Ularda progress control umuman yo'q. Progress control nima degani? O'sha qanchalik progress qilayotganingizni har kun tekshirib turishingizga kerak. Bo'pti, birinchi kun mana buncha o'rgandingiz. Xo'p, ikkinchi kun nima qildingiz? Ikkinchi kun yangi narsani o'tishingizdan oldin, ikkinchi kunning rejasini bajarishingizdan oldin, siz 1 soat vaqtingizni undan oldingi kun kecha nima qilgandim deb o'zingizga o'zingiz oynaning oldida turasizmi, o'zingizga o'zingiz gapirib chiqishingiz kerak. 1 soat faqatgina kechaga o'rgangan narsangizni qaytarishga ketkazasiz. Balki yarim soat ham yetar sizga, 30 minut ham yetar, lekin 1 soat endi общий aylantirib yozganman, bemalol yetadi. 1 soat buni qilasizda, keyingisi, например, уже yangi mavzu, ikkinchi kunning mavzularini qilasiz. Vaqtda aniq tasdiqlab chiqishingiz kerak har bittasiga. Endi hammada har xil bo'ladi. Men o'rtacha variantni olganman. Misol uchun mana grammatikani o'rganishga, boshqa qilishga 30 minut bemalol yetadi-da, bitta qoida yoki ikkita qoida yodlashga. So'zlarni yodlashingizga mayli 60 minut ketsin, 1 soat yodlang. Kimdir 2 soat yodlaydi, kimdir yarim soatda yodlab oladi. 20 tagina so'z. Qanchalik qiyin bu so'zlar. Chunki обязательно beginner bo'lishi shart emas. Bu любой pre-intermediate darajada ham xuddi shunaqa planlashtirib, xuddi shunaqa plan bilan ishlasangiz bo'ladi. Keyingisi mana so'zga 1 soat, получается, writingingizga, gap tuzishlaringizga yana 1 soat vaqt ketadi. Audio fayllarni eshitish, boshqa qilish, qayta eshitganingiz bilan ham o'zi 5 minut, 2 minutlik narsa ko'rsangiz ham, prosta 2-3 marta eshiting, 5 marta, 10 marta eshiting. Qancha ko'p eshitsangiz shuncha yaxshi. 30 minut nimadir eshitishingiz kerak обязательно. Bo'ldi, shunda получается 3 soat kuniga itak shug'ullanamiz, 1 soat qaytarishimizga. 4 soat bu ko'pida, ko'p qilib aytganda, o'rtacha 2 soat ham o'zi bemalol yetadi shu narsalarni qilib bo'lishga. Endi eng qiynalib, eng sekin qilganingizda ham 4 soat kuniga bemalol sizga yetadi. O'shanda 30-kunning natijasini ko'rasiz. Qanchalik siz nimalarni bajardingiz o'sha. Har bitta qilgan narsangizni bajardingizmi, bajarmadingizmi? Bo'ldi, keyingi haftani mana shu 30 kun o'rgangan narsangizga yetkazishing mumkin. Qaytarasiz o'sha narsani boshqa qilasizda, bo'ldi, o'tirib keyingi 30 kunga plan tuzasiz. Keyingi 30 kunga plan tuzganingizda уже shunaqa motivatsiya bo'ladi, chunki 30 kun ichida shuncha narsa o'rgandim, shuncha narsa bildim, shuncha narsa esimda turibdi. Nimaga? Chunki har kuni qaytargansiz 1 soatdan shu narsani. Bo'ldi, bu narsa sizga yana motivatsiya beradi, yana ishonch beradi. To, что sizda rostdan ham ingliz tili o'rganilyapti, nimadir bilyapsiz, boshqa qilyapsiz. Shu narsa sizni dalsha olib ketaveradi. Keyinchalik, masalan, elementary, pre-intermediate ga chiqdingiz, boshqa qildingiz, to'g'ri, IELTS o'zingiz o'rganishingiz juda qiyin bo'ladi. O'shanda keyin o'zi ustozdan maslahat olib yoki ChatGPT dan ko'proq o'tirib, например, yoki onlayn kurslar sotib olib, o'shalar bilan birga yaxshilab boshqa qilib IELTS darajaga chiqib olib, keyin IELTS darajaga chiqib olib, 1 oy, 2 oy ustoz bilan o'qib ishlaganingizdan keyin yana qolganini o'sha self study qilib, yana o'zingiz xuddi shunaqa 1 oylik plan qilib dalsha olib ketishingiz mumkin. Shunaqa foydali maslahatlarni, darslarni o'tkazib bormaslik uchun YouTube sahifamga obuna bo'lib qo'ying, kolokольчикka bosib qo'ying. Har doim yangi video chiqish bilan sразу birinchi bo'lib bilib, mana shu maslahatlardan foydalanasiz.